Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda bir qator hamkor tashkilotlar tomonidan uzluksiz ta'lim tizimida STEAM g'oyalar festivali tashkil etildi. G'oyadan innovatsiyaga shiori ostida o'tkazilgan tadbir nazariy hamda amaliy shaklda kechdi. Dastlab uzluksiz ta'lim tizimida STEAM yondashuvini samarali joriy etish masalalariga bag'ishlangan davra suhbati tashkil qilindi. Unda STEAM yo'nalishining afzalliklari haqida so'z bordi. Qayd etilganidek, bu yo'nalish ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematika fanlarini yaxlit tarzda o'qitishni anglatadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlariga ko'ra, 2050-yilga borib, kasblarning 75% STEAM fanlariga aloqador bo'lishi kutilmoqda. Aynan mana shu tizim asosida ta'lim olish orqali o'quvchilar kelajak muammolariga yechim topa oladigan yangi kashfiyotlar qiladigan kadrlarga aylanishi rejalashtirilmoqda. Muloqot davomida respublikamiz ta'lim tizimiga mazkur STEAM yondashuvini qo'llash borasida muhim vazifalar belgilab olindi. Сегодня актуально профессиональное образование тем, Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, o'quvchi yoshlarning ilmiy tadqiqot salohiyatini rivojlantirish va uzluksiz ta'lim tizimida STEAM yo'nalishlarini ommalashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan biz uzluksiz ta'lim tizimida STEAM g'oyalar festivalini tashkil qildik. Tadbir uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarini qamrab olgan holda o'quvchi yoshlar, pedagoglar, oliygoh vakillari va ilmiy tadqiqotchilar uchun yagona innovatsion maydonga aylandi. Festivalning asosiy maqsadi ham uzluksiz ta'lim tizimida yaratuvchan, innovatsion va kreativ tafakkurni rivojlantirish, STEAM yondashuvini samarali joriy etish hamda yoshlarning ilmiy va amaliy salohiyatini ro'yobga chiqarishdan iboratdir. Shuningdek, kasb-hunarga o'qitish markazlari va texnikumlarda ham STEAM yo'nalishlarini ommalashtirish bo'yicha ilmiy va huquqiy masalalar muhokama qilindi. Biringiz bor sentyabr oyida hurmatli prezidentimiz 2 bor juda ham katta yig'ilishlarda kasbiy ta'limni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha katta vazifalarni belgilab berdilar. 2026-yil O'zbekistonda favqulodda ta'lim yili, aynan kasbiy ta'lim yili deb e'lon qilindi. Shu asosda prezident farmoni va qarorlari imzolandi. Endilikda kasbiy ta'lim siyosatini yurituvchi agentlik tashkil etildi va bu agentlikka xalqaro dasturlarni O'zbekistonda joriy etish masalalari, kasbiy ta'limdagi dasturlarni soatlarini qayta ko'rib chiqish, chet tillari soatlarini 4 baravarga oshirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Mana bugungi festivalimizda STEAM yo'nalishlari bo'yicha amalga oshirilayotgan amaldagi loyihalar muhokama qilindi. Kasbiy ta'lim tizimida bugungi kunda 643 ta texnikum mavjud bo'lib, ularda mexatronika sohasida, qurilish, IT sohalarida yangi bir dasturlar tashkil etiladi. Buning uchun tizimli ishlab loyihalarimizni amalga oshiramiz. Uzluksiz ta'lim tizimida STEAM g'oyalar festivali davomida talaba yoshlarning ijodiy ishlari namoyishiga ham keng o'rin berildi. Unda ilg'or innovatsion ishlanmalar va startaplar taqdimotlari o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur festival nafaqat ilmiy-ijodiy g'oyalar almashinuvi, balki ta'lim tizimida uzluksizlik, hamkorlik va innovatsion fikrlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi.